o'rtalar. Shunda qilib tamoyildan o'tib oldik. Endi Qozog'istondamiz. Tamoyildan endi o'tdik, bir 3-4 kilometr yurdim. Aktube tarafga qarab ketyapman. Qozog'istonning birinchi shahari Aktubinskiy oblast. Aktube katta oblastlarni bilaman, orasidagilarni bilmayman. Menimcha Aktubinskiy oblastdan keyin Qizilo'rda bo'lsa kerak. Endi o'rtalarida Xromatay degan shahri bor, Qorabutoq degan shahri bor, yana bir narsa degan shaharlari bor. Endi hozir Aktubega qarab yo'l oldik. Soat Rossiya soati bo'yicha 14 dan 14 minut o'tibdi. Yomg'ir yog'yapti. Atroflar qor. Pasajir yo'q. Bitta o'zim uchun ancha zerikali bo'lyapti. Yurish ham, ketish ham pasajirlar yo'li uchun menga zerikali tuyulyapti. Bir o'zim qaytlardim. Xullas kulpaga odam yozdim, odam bo'lmadi. Bo'lgani ham men turgan shaharlarda atrofdan bo'lmadi, boshqa odam bo'ldi. U narxga olay desam meni qoplamaydi benzinim ham, shuning uchun bir 50-60 kilo yuk olib Antalyaga qaytib endi Qozog'istonga o'tib oldik. Birinchi qiladigan ishim meni mashinani qondan to'ydirish, zapravka qilish. Qozog'istonda benzin ham, gaz ham ancha arzon. Rossiyaga qaraganda ham arzonroq. Qozog'istonning O'zbekistonga qaraganda 2 barobar arzon. Mana yonimda poyezd men bilan paygalashib ketyapti. Yo, poyezd sekin ketyapti. Yo, men Shumaxirga o'xshab 90-92 yurib ketyapman. Har zamonda mana 94-95 ga ham chiqib ketib qolaman. Poyezdni ortda qoldirdik. Xullas o'rtalar Aktube, Go'rt Aktubega 65 kilometr ekan. Akmalayevskiyga 20, Mertyuk 6. Bizga tegishli yo'l yo'q ekan bu yerda. Bizga tegishli yo'l yo'q ekan. Biz Aktube shahriga kirmaymiz. O'sha Qizilo'rda yo'liga qarab ketamiz. Yaxmaganim navigatorda. Yo'lni bilaman. Shuning uchun navigatorni ham yoqqanim yo'q. Zapravka qo'laylik.
sensiz ömrüm manası yok. Şeydaların köktür emma benim kebir fidası yok. Unutma yar zalimden sağın gelmez didarinle iki zülfü zınnarinle iki çeşmi zınnarinle. Zapravkaga keldik o'rtoqlar. Mashinaga gaz qo'yamiz. ₹77 ekan qozoq tangaga. Gaz zapravka qilib oldik. Endi benzindan zapravka qilamiz. Benzin ham qo'yib olamiz endi. Benzin 92 197 tanga. Mana 2792 28 litr bo'ldi. Xullas 5500 tanga. Hozir hisoblab chiqarib beraman. 28 litr qo'ydim, 5500 tanga. To'lab qo'yachi avval, keyin bir gap bo'lar. Qani endi ketdik. Kassaga kirib pul to'lab chiqquncha muzlab uyib ketdi hamma yo'g'im. Izg'irin shamol yomg'iri bilan. Uyib ketdim. Yomg'ir pul to'lab chiqquncha o'sha sekinlashdi. Izg'irin qo'lda ham quloqda ham qatirib qo'yyapti. Benzin litri 5400 so'mdan tushibdi o'zbek puliga. Gazni litri 1950 so'mdan tushibdi. Gaz litri 1950 so'mdan 92 benzinimiz 5400 o'zbek puldanga to'g'ri keldi hozir. Teng yarim baravar arzon ikkalasi ham. Даже gaz 3 baravar arzon bu yerda O'zbekistonga qaraganda. Bizda 6000. Bu yerda 2000 ham bo'lmayapti. 1950 so'm. Xulosa shunaqa gaplar. Yo'limizni davom ettiraylikchi. Charchagunimizcha haydaymiz. Charchaganda to'xtab dam olamiz. Endi iloji boricha yorug' yozda qancha ko'proq yursak shuncha o'zimizga yaxshi. Yana ko'rishguncha o'rtoqlar.